Hammaga assalomu alaykum. Bizda keyingi navbatdagi sotadigan tochkamiz yo'lning bo'yida joylashgan ajoyib bir tochkalardan biri bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, ko'chma do'kon, avtomobil do'koni sotiladi. Bu yerda mana qaptalning ochiq yerlarini ko'rib tursiz. Qaptaldan kirib chiqqan eshik ham bor. Mana shu ko'chma do'konimiz. Buni oddiy ko'chirib olib ketsangiz ham bo'ladi. Buni olib tashlab bu yerga qayta o'zingiz karbishdan solib olsangiz ham bo'ladi. Ixtiyoringizda. Masalan, kattatirib olaman desangiz, bu yerlarga esa unday tandir, mangallar qo'yib, ullaytirib, o'zingizga qo'shimcha narsalar qo'shmasangiz ham bo'ladi. Endi buning zo'r yeri yurib turgan biznes do'konning ichidagi vajlar bilan sotilyapti. Mana sirtida mana bir halol dinligi, ichkarida yana ikki halol dinligi bor. Kameralari bor. 4 ta kamerasi bor. Sirtda 2 ta, ichkarida 2 ta kamerasi bor. Mana ko'rib turganingizdek, mana do'konning ichi bu yoqda mana katta halol dinligi, vajlari tayyor bo'lib turibdi. Mana buni kichkina xolodilnigi bo'ladi. Polkalar hamma narsasi ishlanib turibdi. Ichindagi ko'rib turgan suvlaringiz ana shu produktni hamma narsasi bilan qo'shib sotiladi. Hech narsa chiqib ketilmaydi bu yerdan. Ko'rib turgan nu narsangiz bo'lsa hammasi shu yerda qoladi. Mana bu yoqda konditsionerlari bor. Ana shuni bir-ikki o'zining vajlari bo'lgan bo'lsa olib chiqib ketadi. Lishni vajlari bo'lsa atak shu do'konga tegishli hammasi shu yerda qoladi. Bu yoqda mana o'tiradigan ham yetib ishlab qo'ydi. Bu yerga yo'l bo'yi yengil narsa ishlab qo'ysangiz yeb ichib ketadigan ajoyib. Bu yoqda da o'tirib ishlab qo'ydi. Mana bu yerda morozilnigi, ko'rganlaringizdek, bir dona katta morozilnik, 3 dona xolodilnigi bor. Kamerasi, 4 dona kamerasi, Wi-Fi tushgan. Bu yerga bu yoqdan kirib chiqadigan eshik bor. Agar ko'chaga, yana aytganimizdek, tandir u bu narsa qo'yadigan bo'lsangiz, bu yerdan kirib chiqadigan eshigi da bor. Endi qarasangiz, arqa yog'i ulkan, ulroq etib berilgan arqa yoqlari qo'shib solsangiz ham bo'ladi. Adresi ham zo'r yerda joylashgan. Mana ko'rdinglar, men sizlarni issiq suvini mana konditsionerdan kuchi yetadi ekan. Mana hozir issiq bo'lib turibdi. Shu bir konditsionerdan kuchi bilan issiq bo'lib turibdi bu. Adres ham zo'r yerda joylashgan. 380 trassa. U yoqdan birinchidan kelganda So'rklet darvozadan o'tganingizdan keyin 500 metrdan o'tasiz, chap qo'lingizdagi avtomobil do'kon bo'ladi. Endi bu yerda hozir o'tib turgan mashinalarning qanchasi, agar yo'lga zo'r narsa ishlab qo'ygan bo'lsangiz, klient degan manada yo'lning bo'yida avtomobil ishlatganlarning hech bir minusga ketganini ko'rmadik. Avvalambor zo'r ishlab turibdilar, barakasini bersin. Ana shunday tayyor biznes, shu yo'lning bo'yida ishlab turgan narsa, ishlayman, olaman, biznes boshlayman degan tanishlaringizga videoni sirasi yeberib qo'ying. Bahasi bir kelishilgan bahada qo'yilyapti. Iyasining pastga nomerini yozib qoldiraman. Bahasi 155 million aytilyapti. Qaytaman, kelishaman, kelaversin, ko'raversin deydi. Endi bu yerning avtomobil do'konining o'zining bahasini bilasizlar. Bahasi avtomobil do'konining o'zining bahasi 100 million, 80 million. Endi bu yerda yer bor, aylanda qo'shimcha hisob qo'ygan vajlar, ichindagi vajlar hisoblasangiz normalniy bahoga qo'yilyapti. Keling, ko'ring, savdolashing. Endi iyasi sal yana qayta tayyorim bor deyapti. Savdolashib ko'raverasiz. Agar bo'latani to'lashadigan bo'lsa, ochib olib bir barakasini ko'ring shunday yerlardan bir. Sizlar bilan men ixtiyorim chalonch, ana shunday tayyor biznes izlab yurganlarga videoni sirasi yeberib qo'ying.